Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfonim. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, Eron boshlanishi kutilayotgan yirik urushni to'xtatish uchun yangi qadam tashladi. Wall Street Journalga ko'ra, Eron hukumatı yadroviy muzokaralarni ilgari surish va mamlakatga qarshi ehtimoliy Amerika zarbasini oldini olish maqsadida uran qazib olishni vaqtincha to'xtatish, zaxiralarni bir qismini esa xorijga chiqarish hamda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan biznes kelishuvlarini tuzish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Amerikalik va eronlik diplomatlarning aytishicha, Tehron yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini bir qismini Rossiyaga jo'natishga tayyorligini bildirgan. Shuningdek, Eron uran boyitishni 3 yilgacha to'xtatishga roziligini ma'lum qilgan. Bu esa Trampning talabini qisman bo'lsa-da Tehron tomonidan bajarilishidan daraklik beradi. Wall Street Journal'ning ta'kidlashicha, 2025-yilning iyun oyida Amerika Qo'shma Shtatlari zarbalari mamlakatning asosiy yadroviy obyektlarini izdan chiqargandan keyin Tehron uran qazib olgan holda o'z zaxirasini boyitishni to'xtatgan. Bundan tashqari, fevral oyining boshida bo'lib o'tgan birinchi uchrashuvda Eron mintaqaviy konsorsium tuzib, boyitilgan urandan yoqilg'i plastinkalari ishlab chiqarishni taklif qilgan. Biroq Eron Islom Respublikasi ishlab chiqarishni o'z hududida saqlab qolishni talab qilmoqda. Bu esa Wall Street Journal'ning fikricha Amerika Qo'shma Shtatlari uchun hali ham qabul qilinmas shart hisoblanadi. NBC News agentligining Eron bilan muzokaralar bo'yicha qo'shimcha qilishicha, Eron delegatsiyasi 2 hafta ichida hal etilmagan masalalar borasida yechimli taklif bilan uchrashuvga qaytishini bildirgan. Bundan xulosa qilinsa, Washington va Tehron o'rtasidagi navbatdagi muzokara 2 hafta ichida bo'lib o'tadi. Eshitmaganlar uchun eslatma, Radio Fardani ma'lum qilishicha, Eronda norozilik aksiyalari ishtirokchilariga nisbatan 23 mingdan ortiq jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bunga esa rasmiy Tehron mamlakatdagi 749 ta politsiya mahkamasiga va 120 dan ortiq Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi markazlariga hujumni sabab qilib ko'rsatgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan mustaqil huquqni himoya qilish tashkiloti sanalmish Human Rights'ning ma'lumotlariga ko'ra, 15 fevral holatiga Eronda kamida 53.552 nafar kishi hibsga olingan. Ular orasida 144 nafar talaba ham bor va manbaga ko'ra 11.053 nafar kishi suddan tantanali taklifnomani qo'lga kiritgan. Aniqrog'i, sudga chaqirilgan. Radio Fardaga ko'ra, yuqoridagi sonlar Qo'shma Shtatlarni Eronga qo'ygan talablari chegarasini yana kengayishiga olib kelishi mumkin. Endi Jenevadagi tinchlik muzokaralarida Ukraina delegatsiyasini ikkiga bo'linganiga oid xabarga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Economist agentligining axborot berishicha, Ukraina delegatsiyasi Jenevada 2 koalitsiyaga bo'lingan va ular o'rtasida kelishmovchilik boshlangan. Birinchi qanot Zelenskiy ofisi rahbari Kirill Budanov ta'siri ostida bo'lib, ularning fikricha, Ukraina Amerika Qo'shma Shtatlari boshlagan yo'ldan yursa tinchlikka tezroq erishadi. Ikkinchi guruh esa bu ssenariyga qat'iy qarshi. Eslatib o'tamiz, Vladimir Zelenskiy ayni paytda Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trampdan qattiq xafa. Bu haqida uning o'zi Axios agentligiga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Zelenskiyning aytishicha, u Trampni Putinni emas, Kiyevni murosa qilishga chaqirgani uchun undan xafa va Tramp bu taklifni Rossiyaga berish kerak edi. Vladimirlarning kenjasini izohlashicha, Ukraina xalqi Donbassni jangsiz topshirishga va uni Rossiyaning yeri sifatida tan olishga qarshi va Donbass masalasini hal qilish uchun Putin Zelenskiy bilan uchrashishi shart. Tramp esa kenja Vladimirni Axios orqali unga maslahatiga ko'ra hudud masalasiga, ayniqsa Donbass masalasiga aralashmagani ma'qul.
Endi Ukrainani tinchlik bitimi imzolamasdan oldin o'q ochish to'xtatilgandan keyin kimdan qancha pul olishni rejalashtirayotganiga oid kutilmagan axborotga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. 1+1 telekanaliga bergan intervyusida Ukraina Oliy Radasi deputati Dmitriy Razumkovning bildirishicha, hozirda Ukrainaga frontda bir kun jang qilish 5 milliard grivnga tushmoqda va tinchlik kelishuvida nazarda tutilgan armiyani ta'minlash uchun juda yirik miqdorda pul kerak. Dmitriy Razumkovga ko'ra, Ukraina bu qo'shinni kimning hisobidan qanday ta'minlash masalasini muhokama qilmoqi lozim va urush tugagandan keyin Kiyev mudofaasiga qaysi davlatlar moliyaviy yordam ajratadi kabi savollarga bitim imzolamasdan oldin kafolatli javob topish kerak bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, Ukraina tinchlik o'rnatilgandan keyin qaysi davlatdan qancha pul olishini hozirdan rejalashtirib qo'ymoqchi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolim bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.